Azizlar, ko'pchiligimiz Madina-i Munavvaraga kelganimizda, Masjidun Nabaviyga kirganimizda ushbu tabloga ko'zimiz tushadi va betda namoz vaqtlari arab tilida, arab harflarida va chap tarafda bo'lsa lotin alifbosida, lekin arab tilida yozilgan va ko'pchilik to'liq tushunmaydi. Demak, eng yuqorisidan boshlaymiz. Eng yuqorisida 6:37 ko'rsatib turibdi. Yonida sekundli ketyapti. Bu soat. Endi eng yuqori chap tarafga qaraymiz. 13. 13 tagida mart, tagida 2024. Demak, 13-mart 2024-yil. Pastga tushamiz. Al-Fajr, bomdod 5:14, zuhur, peshin 12:31, al-asr, asr namozi 3 dan 56 daqiqa. Mag'rib bu shom namozi 6 dan 30 daqiqa. Undan pastida al-isha bu xufton 8:30 da. Endi undan pastga tushamiz. Duha starts at deb yozib qo'yilgan arab tilida ibtida vaqt duha 06:52 bu duha namozini vaqti. Undan pastida al-juma, juma namozini vaqti. Endi eng o'rtasiga qaraymiz. Al-arbi'a, al-yawmul arbi'a, ya'ni arab tilida, tagida ingliz tilida ham Wednesday deb yozib qo'ygan, ya'ni arab tilida chorshanba. Tagida namoz vaqtlari. Endi o'ng tarafga, ekranning o'ng tarafiga qaraymiz. Eng yuqorisida 3 yozilgan, tagida Ramazon 1445. Demak, Ramazon oyining 3-sanasi hijriy taqvim bo'yicha 1445-yil. Tagida arab tilida al-fajr, al-zuhur, al-asr, al-mag'rib, al-isha. Uni tagiga qaraymiz. Ash-shuruq arab tilida yozilgan, sunrise ingliz tilida yozilgan 06:32. 06:32 bu degani quyosh chiqishi. Quyosh chiqishi va yana eng tagiga, o'ng taraf eng tagiga qaraymiz. Al-adanu ta'liba, ya'ni next as an after ingliz tilida yozilgan 05:52 yozilgan. Demak, bu nima degani desa, 5 soat 52 daqiqadan keyingi namozni vaqti kiradi degani. Ya'ni hozir biz bomdod namozini o'qib bo'ldik. Soat 6 dan 39 daqiqa o'tgan. Peshin namozni vaqti 12:31. Demak, 5 soat 52 daqiqadan keyin peshin namozini vaqti kirar ekan. Endi bu ekranda, bu tablodagi hamma raqamlarni, yozuvlarni nima uchunligini to'liq bildingiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, albatta biz mamnunmiz.